Salom hammaga, sizlar bilan Blockchain bugun biz Roblox o'ynaymiz va keyin esa biz shunaqa o'yin o'ynaymiz, ya'ni ingliz tilida Animal Evolution Simulator, o'zbekchasiga hayvonlar kuchayishi. Ya'ni shunaqa. Qani endi boshladik. Men o'zim Rebirth qilmoqchi edim, lekin bo'lmayapti. Qaytadan boshlamoqchi edim. Shuningdek, endi ko'proq qilib boshqa narsalarni ham o'tishga harakat qilib ko'ramiz bolalar. Agar bugungi video yoqsa, shuningdek like va obuna bosib chiqib keting. Bo'lmasa oxirigacha ko'ring. Keyin yana qiziqarli video chiqaraman hozir. Shuningdek, shu hayvonchaga qarab like qizaytirib qo'ying. Qani boshladik. Xo'p. Agar sizlar Robloxda zo'r o'yin bilsanglar, kommentga yozib ketinglar, o'sha o'yinni chiqaraman. Chunki oldingi videoda 7 tami, 5 tami, 6 tami like kelibdi. Shunga prosmotr kamda bolalar. Hatto kechi bolalar obunadan like ko'p. 900 ta like bo'lsa, hozir lekin o'zi obuna 146 ta. 3 ta qoldi 150 ta bo'lishga. Mendan bot bolalar ham 160 ta yuribdi. Kanalga tez obuna qo'ying. Hop, nima chiqdi ekan hozir? Qarab ko'ramiz. Robodok. What? Nima bu? Gap qo'yapti. Nima bo'ldi? Tijorat. Bu maskani. Hop, yana endi qotadi. Qadam shunaqa. Kommentga shu o'yinni nomini yozib keting. Yozib ketaman. Xo'p. To'xtayman, nimaga keldim? Yo'q. Nimaga? Mana. Robot cat. Shuni 20 million qo'riylik endi bolalar. O'zi tugar ekan. O ana 103 ga jon olyapti. Mazza-yu. Agar video yoqgan bo'lsa, kommentga yurib qoldirib ketinglar bo'ldi. Agar sizlar men bilan o'ynamoqchi bo'lsanglar, kommentga o'zingizlarni isminglarni qoldirib ketinglar, men o'zim qo'shib qo'yaman. Boss qani mana boss. Hop endi o'ldiramiz.
Ana, endi ochib ko'raylik. Mana shu arkin. Ya yanami? O'lib ketdi. Bunlar qaranglar, o'zi bitta shuni tugatganimizdan keyin mana bu yerga o'tarkanmiz va bitta bossni o'ldirishimiz kerak. Nimaga aytdim? Chunki uni o'zini olmaganman-da. Bittasini olganman, Scorpion turibdi-yu. O'shani u boshqa joydan olganman-da, bossni o'ldirib. Endi uni ham o'ldirish ham oson, lekin 5% tushishi ham. Shunga harakat qilib ko'ramiz video davomida. Lekin u tirilishiga ham 200 qancha sekund bor. Shunaqa. Agar shu o'yinda sekret joylarni chiqarishni xohlasanglar, shu videoda 5 ta like bo'lsin yo 10 ta bo'lsin. Keyin endi bunisi qoluvdi. Asab buzilyapti. Faqat robot. Hop, endi biz boshqa joyga ketdik. Savannadamda qayerda edi? Vaqtiga qarab qo'y. Nima bo'ldi? Ya. Bosilib ketdi. Hop. Yo, junglida ekan. Nima, o'zimni narsamni o'zgartirib olay. Qaranglar bolalar, men o'zi dragon olishimga 300 ta manaqa pasti bitta oyog'ini rasmi turyapti-yu. O'shandan kerakda, keyin ajdarxoni olamiz. Yana shu o'yinni chiqarayim, bolalar, nima deysizlar? Yaxshi bo'lsa kommentga yozib ketinglar. Yo'q, chiqmadi yana. Endi buni chestini so'raydi. Nimaga ko'man? Yaxshisi tushmaysanmi? Hop, endi men ozgina kuchaychi. O'zi keyingi level qanaqa ekan ko'ramiz. Yaptım. Hop. Burada hayvan açıldı mı? Açılma yapıyor. Bir de basayım. Bir de basayım açılıyor. Ne qilish kerak bolalar? Agar shu o'yinni bilsanglar, kommentga yozib ketinglar, nima qilish kerak? Mana level oshyapti. Mana pastda level 22 turyapti-yu. Men oldin ham o'ynardim, lekin hozir yana kirsam, unaqa joyda siladami? Boss bo'lardi, katta. O'shani bitta zo'r narsa qilsa bo'ladi. Qaranglar. Urib ketamiz.
keyin u bizni o'ldirib qo'ysa, keyin birorta yaxshi odam kelib ursa, o'sha bizga ham keladi-da XP'si. O'shandan kuchayib olardik. Hozir yo'q, unaqa emas. Ketgan. Boshqachasi kelgan, hozir ko'rsataman sizlarga. Mana. Вообще boshqacha yo'q. Sheshka. Mana hozir ko'rsataman. Mana borayda. Mana. Bu yana ham kullik bo'lsa, kullik. Ana, qaridan o'zgaradi. Mana kecha Black Panther edi. Bola, agar mashida o'ldira olarsam, jonimda like bosasizlar, agar o'ldira olmasam, obuna ham bosmaysizlar, komment ham yozmaysizlar, like ham bosmaysizlar. Hop, qani. Hop. O'ldira olmayman. O'ldirsam like bosasizlar lekin. Qani? Jonim kam qoldi. Bosinglar. Qani? Kutaman. To'xtanglar bolalar. Buni ham berar ekan. To'xtanglar qani? Manadan bormikin. Mana lava viso. Men endi buni kutaman. Babo. Kim bu bola? Hop. Aylanamiz. Mana men bilan teng bola. Kuchi yo'q. Necha ming jon olyapti? Men bunaqa o'zim so'raman. Mendan bot deyishimga o'laymi yana? Revert qiladi. Nega bo'lmayapti? Ustina azaman men. O'lib ketdilar. Revert qilmayapti. 10,000 revert qilishi mumkin bunchaga. Vay. Teshib chiqib. Mashina yo'lab o'tiraman. Nega? Agar yana video chiqarishim uchun darrov mana shu videoda darrov chiqarishimga 10 ta odam ko'rsa, darrov chiqaraman. Tushuninglar? Darrov chiqaraman. Va'da. 100% va'da beraman. Hop, mana turib olsam, keyin gaplashamiz. Keyingi videoda yana bittasini olamiz. Hayvonlar kuchayishini, keyin faqat shuni o'ldiramiz. Lava bizonni bermaguncha. Chunki o'zi menga ham kerakda bu. O'zi tugatishim kerak mana. Sizlarga hozir ko'rsataman. Pastdagi itni oyog'ini. Sizga nima olsa bo'ladi? Hozir ko'rsataman. O'ldirib olayda. O'zi video 15 minutga qarab ketyapti. Yanami? Teshib chiqar. Mana shuni olishim kerak. Dragon turibdi-yu. Bu rasmida g'alati, lekin olganda uchadi u. Video ham 15 minut bo'lib qolibdi. Shuningdek, hammaga xayr desam bo'ladi. Shuningdek,
Hammaga xayr bo'lsin. Sizlar bilan keyingi videoda ko'rishamiz. Like va obuna bo'lib chiqib keting.